Sizning dunyoyingizni, ichki dunyoyingizni ham va atrofdagi dunyoyingizni ham faqat va faqat sevgi qutqaradi. Sevgi va mehrgina qutqaradi. Boshqa hech narsa qutqarmaydi. Allohga bo'lgan sevgingiz bor ekan, siz yashaysiz. Allohga bo'lgan sevgingiz bor ekan, siz shukronada bo'lasiz. Yoningizdagi insonga bo'lgan cheksiz sevgingiz bu aslida Allohni cheksiz sevishingiz bilan bir xil. Lekin kimdandir nafratlanib yashashingiz, kimdandir xafa bo'lib yashashingiz, hozir kimdandir shunchaki yomon ko'rib yashashingiz bu aslida unga bo'lgan e'tirozingiz, norozichiligingiz. Agar bu odamdan xafa bo'lsam, mana shu odamni hozir nafratlanib yashasam agar bu odam haqida. Yo'q, bu odam sizni hayotingizga nima uchun keldi? Nega bu odam sizni yoningizda? Nega bu odam sizga yomonlik qilyapti yoki deylik o'sha sizni jahlingizni chiqaryapti yoki sizni xafa qilyapti? Chunki shunaqa bo'lishi kerak, chunki hech narsa bekorga emas, behuda emas, chunki hamma narsa reja